Olg'a ver orqamdan. Vaqtim yo'q, men o'qiyapman. Meni bo'lsa qo'rchog'im xohlamayapti. Nimaga xohlamas ekan? Xohlaydi, juda xohlaydi. Voy qo'rchog'im qochib ketdi. Qiynab qo'yasan. Obbo, jimsanglarchi. Bermayapti. Qo'lagini yirtvordi. Yaqinroq kelsanglar sizlarga erta aytib beraman. Trikati va trikata. Sho'rlik trikatiga qiyin edi. Uning 12 ta o'g'li bo'lib, hammasi sho'x, to'polonchi, shumtaka bo'lib o'sayotgan edi. Ular goh daraxtga tirmashib chiqib ketishar, goh tepalikdan qorinlarda sirpanchiq otib tushishar, goh devordan xatlar yo anhordan kechib o'tishardi. Oyi, ishtonim yetilib qoldi. Mening bitta paypog'im yo'q. Boriyam yetti. O'zingni qo'ylaging teshik. Trikati bolalarni uxlashga yotqizguncha ham bo'lar ekan. Voy bola tushmagurlari, axir sizlarga ertaga nima kiydiraman? Paypoqlaringning yarmi yo'qolgan. Ishtonu ko'ylaklarni ko'p tikonlarga, daraxtlarga ilinib yirtilgan. Ularni qachon izlab topaman, qachon tikaman? Trikati shiftga qarabdi. U yerda o'rgimchaklar rosa in qurib tashashgan edi. Bu yaramaslarni kasriga uyimni ham yig'ishtira olmayman. O'rgimchaklar ja ko'payib ketishdi. Men yamon yamash bilan, ular in qurish bilan ovora. Shoshmanglar. Hali hammalaringni supurgi bilan gumdon qilaman. Ber deyapman. Voy Trikati oyi, siz yaxshisi bizdan yordam so'rang. Bizga o'xshagan mohir to'quvchilar uchun bu ish hech gap emas. Biz sizga bir jajji qizni yordamga beramiz. O'zimiz unga mador bo'lib turamiz. Uning oti Trikata. Trikati tush ko'ryapman deb o'ylabdi. Shu payt uning ko'ziga qo'liga tegmay paypoq to'qiyotgan jajji qizaloq ko'rinibdi. U havas qiladigan darajada o'ta mohirlik bilan ishlardi. Sen juda chevar ekansan, Trikata. Ish boshlaganingga yarim soat bo'lgani yo'q-u, halitdan paypoq tayyor bo'lib qoldi-ya. Trikati oyi, iltimos menga xalaqit qilmang, bo'lmasa hisobdan adashib ketaman. Paypoqni tovonini to'qish nozik ish. Tayyor paypoq yerga tushibdi. Trikata bo'lsa, unga qayrilib ham qaramay yangi paypoqni to'qishga kirishibdi. Voy tavba, bir marta ham xato qilmadi. Bitta ham tuguni yechilmadi-ya. Iltimos, bir pas gapirmay turing, bo'lmasa bugun 12 juft paypoqni to'qib ulgura olmayman. Voy o'lmasam, 12 juft bechora qizcha. Trikati oyi, siz yaxshisi yotib uxlang, men tinchgina ishlay. Ertaga vaqtli turishingiz kerak. Ukalarim bilan birga qo'yni junini olgani, kanop o'rganib borasiz. Keyin menga ip yigirib berishingiz kerak bo'ladi. Ha, demak, to'pdagi ipim tamom bo'lib qoladi. 12 aka-uka ertalab ko'zini ochib qarasa, har bir kravatda bir juftdan issiq jun paypoq turganmish. Bo'la qolinglar bolalar, nonushta tayyor. Agar bittadan jun ko'ylak to'qib berishimni xohlasanglar, ishga kirishinglar, ipim tugab qolyapti. Ular jun qaychi olishib yaylovga jo'nashibdi. Hash-pash deguncha qo'ylarni yungi tog' bo'lib uyilibdi. Tezroq qimillaylar. Hali junni yuvish, quritish, savash, yigirish kerak edi. Bo'la qolinglar. Hozir Trikatani ip tugaydi. Xuddi shu payt aka-ukalar 3 kalava oppoq jun ipni ko'tarib kirib kelishibdi. Endi bolalar, kanop o'rganib boringlar. Tepamda qaqqayib tursanglar, menga xalaqit berasizlar. Bolalar yana ishga kirishibdi. Paypoqlarda teshik yo'q. Kiyimlarda dog' ham yo'q. Ko'ylak ishtonlar ham butun. Trikataga ip kerak. Menga hech qanaqa ish qolmadi-ya. Trikati oyi o'rgimchak illarni supurgi bilan olib tashlashga chog'lanibdi-yu, lekin hech qo'li bormabdi. Axir chevar qiz Trikatani shu o'rgimchaklar yuborgan edi-da. Tag'in achchiqlari chiqmasin. Trikati oyi, qani, mana buni qo'lingizga olingchi. To'qish oppa oson. Qarang, o'z-o'zidan to'qiyveradi. Voy rost. Zumda paypoq tayyor bo'ldi-ya. U Trikataning ovozi kelmayotganidan hayron bo'pti. Qarasa qiz g'oyib bo'pti. Shiftdagi o'rgimchaklar Trikati oyiga qarab kulib turishganmish. Uni bo'lsa, o'rgimchaklarni tomosha qilishga vaqti yo'q edi. Bolalar katta bo'lib qolishdi. Ularga ketma-ket paypoq va jun ko'ylaklar to'qib turishim kerak. Siz ham to'qishni bilasizmi, Qudbazon aka? Tikishni ham, yamashni ham bilasizmi? Qo'g'irchoqqa ko'ylakchi,
Albatta, buni birgalikda bajarsak qiziqarli bo'ladi. Bizga ip bilan igna kerak. Hamma kerakli narsalarni katta shkafdagi qutishadan topasizlar. Agarchi tikishni bilganimda o'zimga hindular kiyimini tikib olardim. Men sehrgarlar qalpog'ini, Men qutichani topdim. varagimizni ham kashta tikib bezardik. Avval ko'ylak tikish kerak. Keyin kiyimlarni yirtig'ini yamash kerak. Qani, nimalar bor ekan? Bu juda ajoyib-ku. Angishvona, qaychi, tugmalar. Mana kombinezon to'qasi. Bas, hammasini ayqash-uyqash qilib olasizlar. Siz ishlab turib Sizga erta aytib bera olasizmi? Ha, yaxshi.